Andijon mashina bozoridan Tinfini bo'lgan salonlari Spark avtomobil topib qo'yilganlar. 2017-yil 2-pozitsiya mashinamiz, chiroyli diska va yumshoq balolar qo'yib qo'ygan. Olamishga tayyor, hech narsa qilmaysiz. Qilinadigan hamma narsasini sarfini qilib qo'ygan. Olasiz, maza qilib minasiz. Mana salonni qarang do'stlar. Gellikni saloni qilib qo'yibdi-yu, gellikni. Tinfini qilgan salonlarini o'ta ideal holatda defleterlar o'zgartirilgan, ancha-muncha akvaprintlar qilgan rollarini ham o'zgartirib qo'ygan. Mana orqa salon holatlari va kolonkalari, metan gazlari bor. Mashinamiz bozorda hozircha bitta bo'lib turibdi. Bunaqa Spark anchadan beri ko'rmadik. Chiroyli qilib tayyorlab qo'yibdi. Akamizga narxini nech pul desam 6200 deyapti. Aka biz obunachilarga tushib berasizmi? Nech pul qilib berasiz? Bozordan o'tib bering, obunachilar sira telefon qilib bo'ladigan aka sotib obunachiga aka 6000 ga. Ya 6000 ga demang aka. Qo'lda bering. Biz obunachilarga tushing. 6 ni pastida bering. Gap yo'q aka, 59 ga beramiz. 59 ham 5.5 ga bering obunachilarga. 5.5 ga bering. Telefon qilishadi sirazi. 30 foiz chekkasi bor deyapsiz. Yana bir qator tekshirtirish bo'ladi. Akimlar gempen chiqaramidi? 5.5 ga bering. Sovuqda men turibsiz, bizdan sovuqdan video qilyapmiz. Telefon qila olsa kelishasiz, yana o'tib berasiz biz obunachilarga. Xo'p bo'ladi. Telefon nomerlarini pastga qoldirib ketaman. Har doimgidek aloqaga chiqib egalarga bir qator qiziqsanglar, yoqtirsanglar, baraka qilib Natarsa pulsani orasida mashinani kelib ko'rib olsanglar bo'lgan imkoniyatlari bor. Mashina o'ta ham zo'r holatda, salonlar ideal qilib tayyorlangan.